Demek bugünkü dersimizde hozir aytib o'tganimda nizolarning asosiy manbalari va dinamikasi degan bo'limimizni boshladik. Mana shu bo'limni bugun globallashuv mavzusida boshlaymiz. Globallashuvni ham ma'lum bir tomoni neoliberalizm bilan bog'liq tomonlari to'g'risida demak gaplashamiz. Avvalambor globallashuv nima, u qachon boshlandi degan bir savol turadi oldimizda. Demak, globallashuv bizni jamiyatlarimiz boshlangan paytlardan boshlab sekin-sekin o'zini yaratib keldi. U birdaniga mana oxirgi 3-4-10 yillik ichida sodir bo'lgan narsa emas. To'g'rimi? Demak, bizni jamiyatlarimiz boshlangan paytidan boshlab mana shu globallashuv tomonga qarab harakat bo'lib keldi. Birinchi globallashuv harakatlari qachon boshlandi desak, mana shu jamiyatimizda haligi texnologiya yoki qurol aslahalarning o'zgarishi jamiyatda juda katta o'zgarishlarni olib kelgan. Bitta aravani g'ildiragini yasashimizda orqasidan juda ko'p narsa o'zgardi. Aravani g'ildiragini yasaganimizdan keyin haligi aravalarni yasab o'zimizni yuklarimizni ishlab chiqargan mahsulotlarimizni yoki o'sha oziq-ovqat mahsulotlarini haligi meva cheva yoki shunga o'xshagan narsalarni bitta joydan ikkinchi joyga olib borib sotish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu o'sha infrastrukturani rivojlanishiga ta'sir qildi. Yo'llar qurish boshlandi yoki bo'lmasam sekin-sekin biz daryo yoki shunga ariqlar ustida ko'priklar qurishni boshladik. Demak, texnologiyaning o'zgarishi, bitta kichkinagina o'zgarish jamiyatda juda katta narsalarni o'zgartirishi mumkin ekan. Demak, globallashuvni boshlanishiga ham mana shu birinchi ta'sir qilgan faktorlardan bittasi jamiyatda haligi qurol aslahalarni, texnologiyalarni ishlab chiqarishi bilan bog'liq bo'lgan. Shu bilan birga pulni, tangani ishlab chiqarilishi ham jamiyatda juda ko'p narsani o'zgartirdi. Demak, biz bitta joydan bir nimalarni olib, ikkinchi bozorlarga, o'zimizni marketlarimizni yoki bozorlarimizni yaratib boshladik. Demak, bu inson jamiyatini boshlanishidagi globallashuvga kirishuv jarayoni deb qaraydigan bo'lsak, keyin bizda bir nechta asosiy globallashuv elementlari bor, asosiy globallashuv harakatlari bor. Shulardan ba'zi birlariga mana shu savdo sotiqni haligi Ipak yo'lida, misol uchun Ipak yo'lida savdo sotiqni boshlanishini biz bunga misol keltirishimiz mumkin. Yoki bundan keyin o'sha ziravorlarni tredi boshlangan. O'sha tredlarni hammasini biz globallashuvni boshlanish nuqtalari yoki globallashuvni holatlari deb qarashimiz mumkin. Agar e'tibor bergan bo'lsak, o'sha Ipak yo'lida boshlangan bizneslar qanaqa bo'lgan? Katta-katta karvonlarda, tuyalarda bitta davlatdan borib haligi ipak yoki boshqa narsalarni sotib olib, tuyalarga ortib boshqa davlatga borilgan. O'sha boshqa davlatda haligi savdo sotiq qilingan, sotilgan va sotib olingan va yana boshqa davlatga borilgan yoki shaharga borilgan. Shuni natijasida karvonlar bitta davlatdan ikkinchi davlatga o'tib, mana shu davlatlarni yoki mana shu haligi madaniyatlarni almashib yurgan. Qurol aslaha, meva cheva, yegulik, ipak shunga o'xshagan narsalar bilan birga ular mana shu madaniyatlarni bir-biriga olib borib yurgan. Ko'pincha agar e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, eski haligi hikoyatlar yoki ertaklarni agar e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, unda aytadiki, karvon bilan shuncha odam kelibdi, shaharda odamlarni ularni atroflarida o'tirib, ulardan mayli yegan ichganing o'zingniki, ko'rgan bilganingni bizga aytib ber debdi. Shunda ular nima qilibdi savdogarlar, falon shaharda falon narsa ko'rdim deb aytib beribdi. Bu nima degani? Demak, biz mana shu karvon yo'llarida tariximizni yoki madaniyatimizni almashishni boshlagan edik. Bu o'sha globallashuvni birinchi harakatlari edi. Asosiy globallashuv harakatlari mana shu sanoatlashuv bilan boshlanib ketdi. Sanoatlashuv yoki bo'lmasam oydinlashuv davri deymiz. O'sha oydinlashuv davrida biz asta-sekin haligi mashinalarni akkumulyatorini yaratdik yoki bo'lmasam engine deydi yoki shunga o'xshagan
poyezdlarni yaratdik, oldin ularni ko'mir bilan yuritdik, ko'mirdan keyin boshqa bug' bilan yuritdik. Shunga o'xshagan haligi biz yangi innovatsiyalarni qilganimiz sari dunyo bo'ylab aylanishimiz osonlashdi. Demak, mana shu aylanish globallashuvni borgan sari jamiyatga kirishib ketayotganligini belgilaridan ba'zi birlari edi. Mana hozir agar biz oldingi davr bilan solishtiradigan bo'lsak, oldin otlarda o'tirib yoki karvonlarda o'tirib, oylab yo'llarda yurib bitta davlatdan ikkinchi davlatga odamlar borgan, yo'llarda qanchalik qiynalgan, kasal bo'lgan. Bugun shundoq samolyotga chiqamizda, samolyotga chiqib mana Kanada bilan O'zbekiston haligi globusni olib qaraydigan bo'lsak, ikkalasi dunyoning ikkita tomonida. Ya'ni dunyoni yarmini aylanib O'zbekistonga borishimiz kerak. Yo bu tomondan yoki bu tomondan, to'g'rimi? Mana shu Kanadadan O'zbekistonga borganimizcha o'zimizni juda ham qulay haligi samolyotga o'tirib, yeb, ichib, maza qilib borganimizni misol uchun bilmay qolishimiz mumkin. Bu mana shu texnologiyalarni davlatlar o'rtasida yoki bo'lmasam dunyoni bir tomonidan ikkinchi tomoniga odamlarni qanchalik oson aylantirayotgan bo'lsa, shu bilan birga servislarni yoki bo'lmasam xom ashyolarni yoki ishlab chiqarilgan mahsulotlarni ham xuddi mana shunaqa aylantirishni boshladi. Demak, globallashuv deganda biz tushunchalarimizda faqat bir tomonlama qarash bo'lmasligi kerak. Bu faqat tovar aylanishi emas, faqatgina odamlarni bitta joydan ikkinchi joyga borishi emas, faqatgina yoki servislarni aylanishi emas, butun dunyo bo'ylab hamma narsani aylanib boshlashi deb qarashimiz kerak. Globalizatsiya so'zi, globallashuv so'zini gapirganda men juda ko'p tomonlama, kompleks bir qarashlarini talabalarimdan talab qilaman. Chunki mana biz ekonomik globallashuv misolida ko'raylik. Ekonomik globallashuv deganda nimani tushunamiz? Ekonomik globallashuv deganda mana shu katta-katta korxonalarni bitta davlatdan ikkinchi davlatga borib, o'zini haligi o'sha yerda o'rnatib, korxonalarini o'rnatib, mashina ishlab chiqarishi mumkin, stanok ishlab chiqarishi mumkin, kiyim-kechak ishlab chiqarishi mumkin. Demak, borib o'sha yerda quradi va o'sha joydagi mahsulotlardan foydalanib, o'sha joydagi odamlarni mehnatidan foydalanib, o'sha mahsulotni ishlab chiqaradi va dunyoni boshqa hamma davlatlariga tarqatib yuborishi mumkin. Bu globallashuvning bitta ko'rinishi. Yoki boshqa bir davlatda boy insonlar investitsiya olib kirishi to'g'risida gapiramiz. Nima degani bu desak, agar bizda xom ashyo bo'lsa, haligi mehnat kuchi bo'lsa, bozorlar bo'lsa, demak boshqa davlatlar pul olib kelib bizda davlatimizda yoki boshqa bir davlatlarda o'zini korxonalarini qurishi mumkin. Bular investitsiya kiritib bizni ish bilan ta'minladi deb aytamiz. Buni orqasida juda ko'p narsa bor. Bu narsani tushunish uchun avvalambor kapitalizmni jamiyatga kirib kelishini tushunishimiz kerak. Kapitalizmni jamiyatga kirib kelishini juda ko'p olimlar, sotsiologlar primitive accumulation, ya'ni kapitalni rivojlanib kelishi yoki kapitalni yig'ilib kelishi bilan tushuntirgan. O'sha haligi yer egalari bo'lgan, landlordlar bo'lgan yoki bo'lmasam feodalizm davridagi katta yer egalari vaqt o'tishi bilan juda boyib ketib boshladi. Ya'ni ular qo'l ostida ishlayotgan o'sha dehqonlarni 70% ishlab chiqargan mahsulotini olish evaziga 30%ni o'ziga bersa, 70%ni olish evaziga boyib ketdi. Boylikni to'planib borishi kapitalizmga olib boradigan yo'l edi. Bittagina yo'l emas. Aslida buni faqatgina boylikni ko'payib borishi yoki to'planib borishi yetmaydi. Bizga texnologiyalarni rivojlanishi yoki bo'lmasam jamiyatdagi o'zgarishlar, yangi innovatsiyalarni paydo bo'lishi, haligi fanni rivojlanishi juda muhim edi. Mana shular hammasi bir joyga borib yetganda, ya'ni o'zida boyligimiz bilan haligi fan texnikani rivojlanishi ma'lum bir marraga yetganida biz kapitalizm o'rnatdik. Xo'sh, kapitalizm degani nima degani? Kapitalizm kapitalga asoslangan sistema, ekonomik va siyosiy sistema. Kapitalga asoslangan deganda nimani tushunamiz?
asosiy maqsad kapital yaratish. Ya'ni biz jamiyatda eng asosiy maqsadimiz profit, ya'ni nima deydi o'zbekchada? Bu foyda olish va ish unumdorligini kuchaytirish bilan bog'liq bo'lgan harakatlar. O'tgan darslarimizda men aytib o'tdim, yana bir necha marta hali darslarimiz oxirigacha takrorlayman. Bunga 3 ta narsa kerak bo'lgan. Birinchisi xom ashyo, ikkinchisi ishchi kuchi, uchinchisi marketlar. Demak, kapitalizmga har doim mana shu 3 ta narsa kerak bo'ladi. Birinchisi xom ashyo, ikkinchisi arzon yoki bo'lmasam tekin ishchi kuchi yoki bo'lmasam marketlar kerak bo'lgan. Biz Yevropada birinchi bo'lib kapitalist harakatlarini boshlanganini ko'rdik. O'sha joyda rivojlanish bo'ldi. Fanda ham rivojlanish bo'ldi, ta'limda ham rivojlanish bo'ldi, meditsinada ham boshqa tomonlar. O'sha paytda Yevropada katta kuchayish boshlandi. Ichki zo'riqish orqali kelib chiqqan kapitalizm boshlandi. Lekin ko'p o'tmay Yevropani xom ashyosi, ishchi kuchi va marketlari yetmay boshladi. Ya'ni biz xom ashyolarni o'zlashtirdik, ishchi kuchlarini olib zavod fabrikalarimizga safarbar qildik va shu bilan birga marketlarimizni haligi chiqargan mahsulotlarimiz bilan to'ldirib tashladik. Demak, bizda surplus, ya'ni mahsulotlarni ortiqchalik holati kelib chiqib boshladi. Agar mahsulotlar ortiqcha bo'lsa, jamiyat tugingan bo'lsa, juda ko'pchilik, demak, biz mana shu narsalarni sotib olmasligi natijasida kapitalizmda bu narsa to'g'ri kelmaydi. Kapitalizm bo'lishi uchun har doim marketlar bo'lishi kerak. Har doim xomashyo bazalari bo'lishi kerak. Har doim, demak, haligi ishchi kuchi bo'lishi kerak. Yana uni arzoni bo'lishi kerak. Demak, shundagina biz o'sha bitta Yevropadan chiqib mana Angliya, Fransiya yoki Germaniya yoki boshqa davlatlar boshqa davlatlarni bosib olishi va o'sha kolonial davlatlar o'rnatilishini, mustabid davlatlar o'rnatishini kuzatdik. Bu yerda mustabid davlatlarni yaratilishida yana shu 3 ta narsa muhim edi. Arzon haligi xom ashyo, arzon ishchi kuchi yoki tekin ishchi kuchi va ularni bozorlarida o'zlarini mahsulotlarini o'tkazish edi. Demak, bu globallashuvning ekonomik tomoni. Bugungi davrda, bugungi neoliberalizm davrida mana shu qanchalik o'zgardi yoki o'zgarmadi degan masalani ko'taramiz. Bu demak, buni ekonomik tomon. Xo'p, siyosiy tomoni nima? Siyosiy tomoni har doim asosiy ekonomik yoki harbiy yoki bo'lmasam siyosiy elita bir-biri bilan birga ishlaydi va ular bir-biriga imkoniyat yaratib bergan. Mana shu Millsda o'tgan safargi darsimda ham aytib o'tdim. Millsda o'sha Power elitasi yoki qudrat elitasi degan kitobi to'g'risida gapirdim. Unda aytadiki, demak, mana shu 3 ta guruh har doim bir-birini qo'llab-quvvatlaydi va natijada demak imkoniyat yaratadi. O'sha siyosat imkoniyat yaratmasa, borib odamlar shu ishni qila olmaydi. Demak, bu globallashuvni siyosiy tomoni. Bizni davrimizga kelib, agar bitta migrant bitta davlatdan ikkinchi davlatga kelayotgan bo'lsa, uni farzandlarini, bitta oilani olaylik, uni farzandlari maktabga borishi kerak. Uni haligi ota-onasi uchun ish bilan ta'minlanishi kerak. Ularga demak tibbiy xizmat ko'rsatish imkoniyati bo'lishi kerak. Ular mashina sotib olishi mumkin, uy sotib olishi mumkin. Demak, ularni biz kutib olishga yoki qabul qilishga tayyor bo'lishimiz kerak va bizning qonunlarimiz shunga imkoniyat yaratib berishi kerak. Bu siyosatni, o'sha globallashuv siyosatining bir tomoni. Ikkinchi tomoni, biz juda ko'p haligi siyosiy harakatlarimizni umumjahon harakatlariga aylantirdik. Mana urushdan keyingi davrda NATOni vujudga kelishi, urushdan keyingi davrda o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotini vujudga kelishi, o'sha dunyo nima Health Organization, sog'liqni saqlash organizatsiyasini vujudga kelishi, juda ko'p xalqaro
tashkilotlarni vujudga kelishi ham globallashuvni bir formasi hisoblanadi. Demak, bu siyosiy globallashuv. Endi iqtisodiy globallashuv to'g'risida gapirdik, siyosiy globallashuv to'g'risida gapirdik. Yana qanaqa globallashuvda muhim ahamiyatlari bor? Environmental, atrof muhit globallashuvi. Ya'ni biz bugungi kunda mana shu katta korporatsiyalar olib borib o'zini demak zavod fabrikalarini Bangladeshda yoki Xitoyda yoki boshqa joyda qurayotgan paytida nima qiladi? Uni o'rmonlarini kesadi, daraxtlarini kesadi, uni chiqindilari o'sha davlatni havosiga, suviga yoki bo'lmasam boshqa yeriga tarqaladi, zaharlanish bo'lishi mumkin, atrof muhitni bulg'anishi bo'lishi mumkin. Bu degani biz mana shu korporatsiyalarni yoki bo'lmasam bizneslarni aylanish jarayonida atrof muhitni yomonlashuv holatlariga olib keladigan ishlarni qilamiz. Bu atrof muhit globallashuvi bilan degan konsepsiya bilan qaraladi. Shu bilan birga yana bir tomoni bor. Mana atrof muhit muammolari chegaralarimizni tanimaydi. Ya'ni agar COVIDga o'xshagan bir virus tarqalsa yoki bo'lmasam Xitoyda mana o'sha pollution yoki havoni bulg'anishi natijasida bulutli havoda juda ham bir haligi nima deydi, notoza bir muhit vujudga keladi, lekin mana shu chang yoki notoza havo O'zbekistonni chegarasiga kirib, yo'q, men bu yog'iga o'tmayman, o'zbeklar yaxshi odamlar demaydi. Ya'ni bizni chegaralarimizda bunaqa holatlarga hech qanaqa ahamiyati yo'q. Demakki, dunyoni qaysi bir joyida biz atrof muhitni bulg'anishga olib keladigan ishlar qiladigan bo'lsak, demak mana shu globallashuv natijasida butun haligi dunyoga tarqaladi yoki bo'lmasam globallashuvni bir effektlaridan bittasi deb qarashimiz mumkin. Mana sizlar bilan hozir 3 ta tomoni to'g'risida, globallashuvni 3 ta tomoni to'g'risida gaplashdik. Endi ijtimoiy o'zgarishni konflikt dinamikasiga ta'siri deyapmiz mana slaydda. Demak, globallashuv mana shuncha o'zgarish bo'lyapti, bozorlarni aylanishi, odamlarning migratsiyasini, yana haligi sotsial globallashuv deganda odamlarni butun dunyo bo'ylab migratsiyasini tushunamiz. Juda ko'p sonli insonlarimiz bugun bitta joyda turmasdan o'zi uchun imkoniyat yaratadigan boshqa davlatlarga borib ishlayapti, yashayapti. Mana men o'zim Kanadaga kelib o'qidim, shu yerda faoliyat yurityapman. Juda ko'p, demak, insonlar oldingidan juda ko'p holatlarda boshqa davlatlarga borib ishlayapti. Buni sabablari, buni tagida turgan sabablaridan ba'zi birlari imkoniyatlarni yaratilganligi, ya'ni texnologiyalarning rivojlanganligi, transportni rivojlanganligi, mana sizlar transport universitetida o'qiyapsizlar, transportni rivojlanganligi, shu bilan birga ish topish va ishchi almashinish imkoniyatlarini paydo bo'lganligi, demak, dunyoda migratsiyani tezlashtirib yuborganligini ko'ramiz. Xo'sh, mana shu globallashuv demak, ijtimoiy o'zgarishga yoki konflikt dinamikasiga qanaqa ta'sir ko'rsatadi? Qanaqa bir yangi faktorlar kelib chiqadiki, demak biz konfliktni boshqacha tushunib boshlaymiz. Mana endi agar misollarga qaraydigan bo'lsak, konfliktlarni dinamikasiga ta'sir ko'rsatadigan globallashuvni ba'zi bir faktorlariga qaraydigan bo'lsak, madaniy va diniy intelleksiyadagi ziddiyatlarni ko'rishimiz mumkin. Bu nima degani? Bugungi kunda cultural globalization deydi, ya'ni madaniy globallashuv degan juda bir katta mavzu bor. Madaniy globallashuv. Oldin o'sha jamiyatlar yaralgan paytida, yaralib boshlagan paytida, konstruksiya bo'lib boshlagan paytida mana shu jamiyatga tegishli bo'lgan insonlar dunyoning ma'lum bir qismida yashagan, ular o'zi ishlab chiqargan, o'zini qurol aslahalarini yasagan, o'zini yashash uslubiga ega bo'lgan, o'zini qo'shiqlari, o'zini muzikasini yaratgan, vaqt o'tishi bilan o'ziga xos bo'lgan bir madaniyatni yaratgan. O'sha paytda o'zlarini madaniyat degani aslida
bir qattiq narsa emas, har doim o'zgarib turadigan narsa. Agar madaniyatimizni, o'zbek xalqini madaniyati bundan deylik yuzlab minglab yillar oldinga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, umuman boshqa madaniyat bo'lgan. Ya'ni bugungi kunda biz o'zbekligimiz deydigan narsalardan asar ham bo'lmagan bo'lishi mumkin. Hattoki tilimizda, hattoki yashash uslubimizda, hattoki kiyinishimizda har doim o'zgarishlar bo'lib turgan. Madaniy va diniy intellektsiya ziddiyatlari deganda bugungi kunda mana shu madaniyatlar bir-biriga qorishib ketayotganligini tushunishimiz mumkin. Mana juda ko'p davlatlarda chirigan g'arb madaniyatini kirib kelishi degan bir haligi suhbatlar bo'ladi. Mana shu chirigan g'arb deyildimi, bu konfliktni ko'rsatyapti. Nimaga? Chunki biz qaysidir madaniyatni kelib bizga kirishini xohlamayapmiz. Ya'niki biz aytyapmizki, ular yaxshi madaniyat emas, bizni madaniyatimiz yaxshiroq, qaysidir ma'noda globallashuv bizni madaniyatimizga putur yetkazyapti degan bir ziddiyatni ko'rsatib beryapmiz shu bilan. Lekin bundoq biz sotsiologik tomondan e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, madaniyatlar hamma joyda yaratilgan, madaniyatlar doimiy o'zgarishda, madaniyatlar haligi fluid yoki bir haligi suyuqlikka o'xshagan narsa har doim o'zgarib turadi. Madaniyatlar bizni bundan 40 yil oldingi madaniyatimiz umuman boshqa madaniyat edi. Sizlar aytishinglar mumkin, yo'q, u paytda biz ruslar kelib kirgan, bizni o'sha 24-yilda O'zbekistonimiz Sovet ittifoqi sostaviga kirgan, shundan keyin bizda ruslashish boshlangan yoki o'zimizni madaniyatimizdan chekinish bo'lgan. Qaysidir ma'noda biz o'zimizni madaniyatimizdan uzoqlashgan edik deyishinglar mumkin. Ana endi biz madaniyatimizga qaytib kelyapmiz deyishinglar mumkin. Lekin men sizlarga aytishim mumkin, bugungi kundagi o'zbek madaniyati hech qachon tarixda bo'lmagan. Bundan 10 yil keyingi madaniyat, biz yaratgan madaniyatimiz hech qachon tarixda bo'lmagan madaniyat bo'ladi. Bundan 50 yil oldin Sovet ittifoqi davridagi o'zbek madaniyati hech qachon takrorlanmaydi. Ya'ni bu takrorlanmas proses, har doim o'zgarishdagi proses hisoblanadi. Demak, madaniyatlar o'rtasidagi to'qnashuv, haligi Samuel Huntington'ni o'qiganmisizlar yo'qmi bilmayman. Sivilizatsiyalar to'qnashuvi degan kitobi bor, 2009-yilda nashrdan chiqqan edi. Bu kitobda o'sha haligi sovuq urushdan keyingi holatlar tahlil qilinganda aytadiki, keyingi insoniyatlarni o'rtasidagi insoniyat ichidagi to'qnashuv, jamiyatlar o'rtasidagi to'qnashuv sivilizatsiyalar o'rtasidagi to'qnashuv bo'ladi deb aytadi. Ya'ni insonlar deydi har doim bir qaysidir bir dormant, ya'ni tinch jarayondan keyin yana qayta urushlarga qaytadi deydi. Biz deydi doimiy tinch yashab biladigan odamlar emasmiz. Bizni tabiatimizda qaysidir bir tinchlikka erishamiz va qaysidir vaqt o'tgandan keyin yana biz o'sha urushlarga qaytamiz deydi. Afsus, ming afsuslar bo'lsinki, haligi Huntington domlani aytgan gaplari to'g'ri chiqdi. Ya'ni o'sha sovuq urushdan keyin bir muddat haligi tinch jarayon kuzatildi va tinch jarayondan keyin mana Rossiyaning Ukrainaga urushlari yoki bo'lmasam Falastin Isroil o'rtasidagi urushlar, Afrika davlatlaridagi urushlar, Xitoy hech kim bilan kelisha olmay haligi qilib turibdi orollarning ustiga. Shunaqa urushlar boshlanib ketdi yana. Demak, mana shu ham domlani gaplari biroz to'g'ri chiqqanligiga dalolat deyishimiz mumkin. Madaniyatlar o'rtasidagi to'qnashuv deganda biz shular to'g'risida gapiryapmiz. Diniy haligi identifikatsiya o'rtasidagi to'qnashuv deganda nimani tushunamiz endi? Dunyoda juda ko'p dinlar bor. Mana bugun o'zim haligi din darslaridan ham sotsiologiyaning diniy yo'nalishdan dars beraman. Bugun shu to'g'risida gapirdik. Dinlarni kelib chiqishi to'g'risida gapirdik. Dinlarni kelib chiqish vaqtlari qaysidir ma'noda ma'lum bir joyga borib taqaladi. O'sha xristianlik dinini kelib chiqishi oldin ko'p xudolilik dinlari bo'lgan. Birinchi dinlar asosiysi haligi spirituality deydi, ya'ni tabiatda bo'layotgan voqealarni xudolarga
mana shuni xudolar qilyapti. Mana sovuq bo'lishiga xudolar sabab yoki issiq bo'lib ketishiga xudolar sabab yoki haligi mana shu Kanadani aborigenlari o'zlari sig'inadigan bir dinlar bor. Ularda o'sha qushlar baland o'tsa qaysidir ma'noda bo'ladi, qushlar pastlab o'tsa. Demak, tabiat bilan judayam bog'liq bir jarayon. Undan keyingi dinlar haligi politeistik, ya'ni ko'p xudoli dinlar bo'lgan. Undan keyin mana bir xudoli dinlar boshlanib ketdi. Undan mana xristianlik yoki yahudiylarni yoki musulmonlarni dinlarini biz bir xudoli dinlar deymiz. Bular o'rtasidagi haligi to'qnashuvni yoki tushunmovchilikni kelib chiqishiga nima sabab bo'ladi deb so'rashinglar mumkin. Globallashuvda nima ahamiyati bor bunga deyishimiz mumkin. Biz globallashuv tufayli hamma narsani qaytib ko'rib chiqishimizga to'g'ri keldi. Mana bugungi kunda juda ko'p musulmonlar Yevropada yoki bo'lmasam g'arb davlatlarida yashaydi. Demak, g'arb davlatlarida yashaydigan musulmonlar o'sha g'arbni demokratik liberal qonunlari bilan yashashga majbur. Bu ularni dinidan uzoqlashishiga yoki bo'lmasam bir diniy konfliktni kelib chiqishiga sabab bo'ladimi degan savol tug'iladi. Men o'zim shu to'g'risida juda ko'p intervyular olib borganman. Aksincha, o'sha g'arb davlatlarida yoki Kanada yoki haligida Qo'shma Shtatlarda yashayotgan musulmonlar, ularda diniy erkinlik ba'zi boshqa davlatlarga qaraganda yaxshiroq ekanligi to'g'risida gapiradi. Faqatgina musulmonlar emas, boshqa dinlar ham. Chunki bu yerda o'sha diniy erkinlik ta'minlangan desak bo'ladi. Xo'sh, diniy to'qnashuvlar qayerdan kelib chiqyapti? Mana shu globallashuv proseslarida biz juda ko'p terrorist gruppalarini yoki bo'lmasam nodavlat tashkilotlarni haligi kuchayganligini kuzatdik. Ya'ni odamlarni dunyo bo'ylab aylanishi ma'lum bir miqdorda mana shu insonlarni bizni ichimizga kirib kelishiga imkoniyat ham yaratdi. Mana oldin agar biz terrorist deganda juda bir haligi qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, miyamizga sig'maydigan bir jonzotni tushungan bo'lsak, bugungi kunda ular YouTube orqali yoki boshqa orqali bemalol o'tirib, choy ichib, suhbatlashib o'tiribdi odamlar bilan. O'zlari yashash sharoitlarini ko'rsatyapti. Biz mamnaqamiz. Ya'ni odamlarni o'zini safiga kelib qo'shilishiga haligi unnayapti. Mana shu Germaniyadagi yoki bo'lmasam Britaniyadagi yoshlarni Britaniya yoki Germaniyadan chiqib borib o'sha jihodchi terroristlarga borib qo'shilganligi haqida bir qancha ilmiy ishlar bor. Shularni o'qiganda mana shu qizlar, hattoki yosh qizlar jihodchi kelinlar bo'lish uchun chaqirilgan va nimadir ularni o'sha bir atrofidan bezish bo'lgan bo'lishi mumkin, kimlar bilandir kelishmayotgan bo'lishi mumkin, qaysidir bir yoshligida qanaqadir bosimlarni boshidan o'tkazayotgan bo'lishi mumkin yoki qanaqadir bir depressiyada bo'lishi mumkin. Shunaqa holatlarda ularni o'ziga moyil qilish yoki olib chiqib ketish, davlatdan olib chiqib ketish imkoniyatiga ega bo'ldi bu insonlar. Mana shu ham demak bizni madaniy va diniy haligi kimligimizdagi ziddiyatlarni paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. Globallashuv mahalliy qadriyatlar va global madaniyat o'rtasidagi to'qnashuvni kuchaytiradi deyapmiz. Bugungi kunda bizdagi qadriyatlar boshqa chet davlatdagi qadriyatlardan qanaqa farq qiladi? Endi bu yerda juda ko'p perspektivalar bor. Biz bir tomonlama qaramaymiz. Sotsiologiyani juda muhim bir tomoni shundaki, biz jamiyatni boricha ko'rishga va tahlil qilishga harakat qilamiz. Hech qanaqa biaslarga yoki bizda unaqa degan ortiqcha gaplarga e'tibor bermaymiz va har qaysi boshqa perspektivalardan ko'rishga harakat qilamiz. Bu jamiyatlardagi madaniy va diniy identifikatsiya bo'yicha keskinliklarni yuzaga keltirdi deyapmiz. Demak, biz aytayapmizki, bizda qadriyatlar boshqacha, naryoqda boshqacha. Agar u yoqdagi qadriyatlar bizga kelib kelsa, bizda qanaqadir yomon holatlar bo'lishi mumkin degan bir haligi qo'rquv yoki to'qnashuv yo'q emas. Lekin
agar biz e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, jamiyatdagi ma'lum bir madaniyatlarni yeyilishi yoki boshqa kichkina baliqlarni katta baliqlarga yeyilib ketishi madaniyatni qanchalik kuchliligini ko'rsatib beradi. Mana misol uchun e, g'arb madaniyatida yoki bo'lmasam e, deylik katta tillani olaylik. Til ham bir madaniyatimizni bir qismi. Butun dunyo bo'yicha katta tillar o'rganiladi. Ya'ni bular ingliz tili bo'lishi mumkin, nemis tili bo'lishi mumkin, fransuz tili bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam rus tili bo'lishi mumkin. Bular katta tillar hisoblanadi. Lekin mana shu katta tillarni o'rganish jarayonida ba'zi bir kichkina tillarni yo'qolib ketish holatlarini ham kuzatamiz. Mana Kanadani o'zida aborigenlarni 170 dan ortiq tillari bo'lgan. Lekin mana shu inglizlar va fransuzlar kelib bosib olgandan keyin asosiy til inglizcha va fransuzcha bo'lgan va juda ko'p aborigenlarni juda ko'p tillari bugun yo'qolib ketish arafasida turibdi. Aynan men o'zim haligi dars beradigan institutda, universitetda ba'zi bir antropologiya bo'yicha yo'nalishda tadqiqot olib boradigan o'sha professorlar mana shu aborigenlarni tillarini saqlab qolish bo'yicha ancha ishlar olib borgan. Hattoki o'sha Star Trek kinosini aborigenlarni tiliga o'girishga imkoniyat yaratildi. Demak, harakatlar qilinaveradi, lekin kichkina tillarni katta tillar yeb yuboradi. Shunchaki mana bugungi kunda O'zbekistonda ham agar e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, ingliz tilini o'rgan, jahonga chiqasan, mana shunaqa gaplarni ko'p ko'ramiz. Men borganimda umuman birorta davlatga borsam, ingliz tilida gapiraman, birorta davlatda qiynalmayman. Qaysi davlatga borishdan qat'iy nazar ingliz tilida gapiradigan odamlarni bemalol hamma yoqda topish mumkin. Mana shu katta madaniyatlarni kichkina madaniyatlarni yeb yuborishi degan ma'noda qarash mumkin. Bularni hammasini nima uchun aytyapman? Bular globallashuv natijasida madaniyatlar va diniy identifikatsiya o'rtasidagi to'qnashuvlarni keltirib chiqaradi va mana shu jarayonda katta madaniyatlar yoki bo'lmasam katta til, katta haligi dinlar kichkinalarini siqib qo'yish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Globallashuv natijasida yana qanaqa konfliktlar dinamikasi o'zgarish sodir bo'ladi dinamikasida. Ijtimoiy tengsizlik va marginallashuv deylik. Ijtimoiy tengsizlik. Nima uchun globallashuv ijtimoiy tengsizlikka ta'sir qiladi? Biz ikkita teoriyaga qaraymiz. Birinchisi World Systems Theory deyiladi, ya'ni dunyo sistemalari teoriyasi. Dunyo sistemalari teoriyasida aytadiki, boy davlatlar va kambag'al davlatlar, ya'ni o'sha yadro davlatlar yoki periferal davlatlar deb qaraydigan bo'lsak, bizda rivojlangan davlatlar rivojlanib olish imkoniyatiga ega bo'lgan. Va mana shu rivojlanib olish jarayonida o'zini boyliklarini, o'zini sistemalarini yaratgan va bu davlatlar bugungi kunda borib mana O'zbekiston yoki rivojlanib kelayotgan davlatlarda o'zini investitsiyasini kiritadi, borib haligi ishlab chiqarish korxonalarini o'rnatadi va o'sha davlatni demak boyliklaridan, ishchi kuchidan foydalanib yana ham boyish imkoniyatiga ega bo'ladi. Demak, bu dunyo davlatlari o'rtasida yoki jamiyatlar o'rtasidagi tengsizlik deb qarashimiz mumkin. Lekin bu makro darajadagi demak tadqiqotlar yoki makro darajadagi o'zgarishlar to'g'risida gapiryapmiz. Endi mikro darajadagi o'zgarishlar deganda nimani tushunamiz? Buni ham endi makro deb qarash mumkin, chunki mana jamiyatimizda kapitalist sistemani rivojlanishi boylarni boyib ketishiga va kambag'allarni kambag'allashib ketishiga sabab bo'ladi. Ya'ni boylar va kambag'allar o'rtasidagi masofani kengaytirib yubordi. Agar biz mana shu tengsizlik kartasiga qaraydigan bo'lsak, agar Kanadadagi tengsizlik kartasiga qaraydigan bo'lsak, shundoq pastdan boshlanadi. Haligi bu o'sha ground level yoki yer darajasi deb qaraydigan bo'lsak, undan pastroqdan boshlanadi, ularni negativ boyligi bor. Keyin sekin oxirigacha sal tepalab keladi, birdaniga tepaga chiqib tushadi. Bu nima degani?
o'sha oxiridagi 10% aholisi boy aholi jamiyatdagi 90% boylikka ega. Qolgan 90% aholi jamiyatdagi 10% boylikka ega. Oxiridagi pastdan boshlanadi deganimni negativ boyligi bor. Negativ boylik deganda nimani tushunamiz? Demak, ular ishlatayotgan uyi uchun yoki mashinasi uchun kreditlar olgan. Kreditlar olgan odamni puli bor hisoblanmaydi. Qarzi bor hisoblanadi. Demak, qarzi bo'lgandan keyin qarz hisobiga yashayotgan insonlar, demak, negativ yoki maxfiy haligi nisbiy haligi boylikka ega yoki bo'lmasam negativ boylikka ega odamlar hisoblanadi. Demak, oldindagi o'sha 10% boyligi yo'q. Ular o'sha yashayotgani mashinasini ham, uyini ham, boshqa narsasini ham demak qarz hisobiga olgan va buni butun umr to'lashi mumkin. Qolgan o'rta sinf juda katta bir o'rta sinf sekin o'sha o'qituvchilardan yoki mana shunga o'xshaganlardan boshlanib turib keyin bo'lishi mumkin mana injenerlar yoki vrachlar yoki haligi nima deydi hali yuristlar bo'lishi mumkin, advokatlar bo'lishi mumkin, boshqasi bo'lishi mumkin. O'rta sinfga demak kiradi. Eng o'sha 10% yuqori haligi cho'qqiga chiqqanda jamiyatni demak asosiy boyliklari o'sha joyda konsentratsiya bo'lgan bo'ladi. Demak, bu o'sha globallashuv natijasida ijtimoiy tengsizlikni rivojlanishi va shuni natijasida chiqib keladigan konfliktlar to'g'risida demak tushuncha beradi. Demak, biz aytgan edikki, konfliktlar asosan jamiyatdagi resurslarni ustida ketadi. Konfliktlar asosiy jamiyatdagi resurslarni ustida ketadi dedik. Mana shu resurslardan bittasi mana shu boyligi, jamiyatning boyligi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi demak qudrat masalasi. Endi globallashuvni yana bir ijtimoiy o'zgarishga yoki konflikt dinamikasiga ta'sir ko'rsatadigan joyi bu axborot oqimi va siyosiy mobilizatsiya. Mana bugungi kunda texnologiyani rivojlanishi natijasida ayniqsa mana ijtimoiy mediani 2006-yillardan 2006 2007 2008-yillarda YouTube, Facebook, shunga o'xshagan platformalar yaratildi. Undan oldingi 10 yillikda internetni rivojlanishini ko'rdik. Undan keyingisida yana TikTok, bir nimalar men tushunmaydigan narsalar ochilib ketdi. Sizlar ko'proq bilasizlar mendan ko'ra. Bularning hammasi jamiyatda demak konfliktlarni, yangi oldin insoniyatga tanish bo'lmagan yangi konfliktlarni keltirib chiqaradi. Mana yozyapmizki, bu yerda raqamli kommunikatsiya vositalari konfliktlarni tezroq tarqatadi deyapmiz. Agar siz misol uchun bitta konflikt to'g'risida xabar eshitsangiz, demak o'sha konflikt bilan o'sha identifikatsiya degan narsa bog'lanib bilsangiz, mana misol uchun deylik, qaysidir bir joyda deylik universitetda yoki bo'lmasam gender masalalari bo'yicha yoki kimgadir bo'lgan tazyiqlar natijasida biror bir norozilik boshlandi, bu boshqalarga ham ta'sir ko'rsatadi va boshqalarga ham g'azab haligi keltirib chiqarishi mumkin. Natijada juda ko'p sonli insonlar demak konfliktga kirishishi mumkin. Mediada axborotni tarqalishi konfliktlarni tarqalishiga ham sabab bo'ladi. Demak, bu joyda siyosiy hamda diniy harakatlarni global miqyosda tashkil topishini osonlashtiradi deyapmiz. Mana shu esingizda bo'lsa, naqa Isroilni Falastinga qarab o't ochishlari jarayonida musulmonlarni chiqishlari bo'ldi. Musulmonlar chiqqanda aytdilarki, nima uchun bizni musulmonlarimiz birlashmayapti? Nima uchun biz birlasha olmayapmiz? Chunki mana musulmonlarga tazyiq o'tkazilyapti. Bizda ichimizdan yemirilish ketyapti. Bizga xavf bor. Nima uchun biz birlashmayapmiz? Bu mana shu juda ko'p dunyo musulmonlarini ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Nima uchun? Aynan mana shu axborot oqimini tezligi sababli mana shu fikr, mana shu ma'no, mana shu emotsiya odamlarning ichida juda tez tarqaladi. Mana shu 3 ta narsadan madaniy, diniy
identifikatsiya, ijtimoiy tengsizlikni kelib chiqishi, marginallashuv, axborot oqimi, siyosiy mobilizatsiya, mana shularni hammasi ko'rsatib turibdiki, bizga globallashuv yangi qatlamini, konfliktni yangi qatlamlari bilan tanishtirdi. Bizga oldin tanish bo'lmagan yangi konfliktlarni demak darvozasini ochib berdi deyishimiz mumkin. Endi neoliberalizm degan narsani bugun tushunishga harakat qilamiz. Bu to'g'risida keyingi darslarimizda ham gapirib boramiz. Montpellier jamiyati boshlandi. Manimcha 67-yillardamidi Montpellier jamiyatini kelib chiqishi. Bunda o'sha Yevropadagi va o'sha g'arbdagi bir qancha olimlar, faylasuflar, juda ko'p injenerlar, sotsiologlar, matematiklar, vrachlar, mana shular intellektual qatlam yig'ilib turib neoliberalizmni yaratish bo'yicha suhbatlar boshlandi. Nima uchun neoliberalizm kerak edi o'sha paytda? Bu yerda bir nechta sabablari bor edi. Birinchisi, dunyoda rivojlanib kelayotgan o'sha nima deydi, sotsializm va kommunizm ideologiyalari bor edi-yu, Marksdan kelib mana SSRda, Kuba, boshqa joylarda mana shu kollektiv harakatlarini to'xtatishga qaratilgan edi. Ya'ni neoliberalizmni asosiy g'oyalari liberallashuvdan kelib chiqqan bo'lsa ham, liberallashuv yoki liberal nima degani deganda, liberalizm nima deganda sizlar menga hozir aytasizlarki, bu erkinlik, bozor iqtisodiyoti, individuallik, ki undan keyin haligi davlat juda ko'p kontrolni haligi asosiy private yoki bo'lmasam bizneslarga berishi to'g'risida gap ketyapti deysizlar-da. Endi mana shularni hammasi liberalizmni asosiy belgilari edi. Bozor erkinligi, bozor iqtisodiyoti, individual erkinlik, bularni hammasi liberalizm edi. Neoliberalizm anchagina yangi bir qatlamni yoki elementlarni mana shu liberalizm tushunchasiga qo'shishga muvaffaq bo'ldi. Asosiy istaklardan yana bittasi dunyoda ocharchilikni tugatish edi. Ya'ni ocharchilik tugatilgan paytida demak dunyoda qanaqadir bir qaysidir ma'noda o'rta sinfni kengayishi bo'ladi va eng oxiridagi o'sha 10% juda kambag'al haligi och qolgan aholini ta'minlash imkoniyati bo'ladi. Buni qanaqa qilib qilamiz deganda bir qancha g'oyalar ilgari surildi. Bu g'oyalarda mana shu dunyo bo'yicha intellektual insonlarni birlashtirish, konferensiyalar tashkil qilish, ilm haligi tajriba almashish yoki bo'lmasam o'sha bozor iqtisodiyotini, tariflarni kamaytirib yuborish, ya'ni davlatlar o'rtasida mana shu bitta korxonani boshqa korxonalarga o'tishi yoki boshqa davlatlarga o'tishi, o'zini mahsulotlarini ishlab chiqarishini yo'lga qo'yishga to'siqlik qilmaslik, davlat o'zini kontrolini olib tashlashligi va natijada mana shu kam ta'minlangan yoki rivojlanmagan davlatlarda ham rivojlanish boshlanishga olib boradigan yo'l deb qaralgan edi. Demak, neoliberalizmni asosiy kelib chiqishi mana shu Montpellier jamiyatidan boshlangan edi. Neoliberalizmni 3 ta asosiy elementini yozib qo'ydim sizlarga. Birinchisi bozor iqtisodiyoti va davlat rolini qisqartirish. Jamiyatlarda davlat ixtiyorida bo'lgan korxonalar, yerlar yoki magazinlar yoki o'yingohlar yoki servislar odamlarga sotildi. Nima uchun? Buni nima ahamiyati bor deydigan bo'lsak, tushunildiki, o'sha paytda agar bizda bizneslar asosiysi odamlarni xususiy qilib berilsa odamlarga, ular bor kuchi bilan o'sha korxonani rivojlantirishga harakat qiladi. Yangi innovatsiyalarni ishlatadi, yangi usullarni qo'llaydi. Odamlarga ishchi kuchiga talabchanlik boshlanadi. Bu o'sha kapitalizmni asosiy shartlaridan ba'zilari hisoblanadi. Mana shular natijasida
demak kichik korxonalar yoki katta korxonalar, xususiy korxonalar davlat idoralaridan, tashkilotlaridan, bizneslaridan yaxshiroq foydalanish, foyda chiqarish imkoniyatiga demak ega bo'ladi deyapmiz. Ikkinchisi, ijtimoiy tengsizlikni ortishi. Bu neoliberalizmni asosiy elementlaridan, yana bitta asosiy elementlaridan bittasi hisoblanadi. Mana o'sha tushunarli bo'ldiki hammamizga, katta korporatsiyalarni kuchayib borishi, ularni ko'proq pul ishlashi, boylik ishlashi va shu bilan birga katta korporatsiyalar kichkina bizneslarni yeb yuborishi natijasida demak ijtimoiy tengsizlik dunyoda ortdi. Madaniy va siyosiy ta'siri. Neoliberalizmni biz teoriya sifatida tushunishimiz mumkin. Neoliberalizmni biz siyosiy ideologiya sifatida tushunish mumkin. Va shu bilan birga neoliberalizmni biz amaliyot sifatida tushunishimiz mumkin. Demak, neoliberalizm davlatlarni rolini kamaytirish yoki xususiylashtirish, individuallikni oshirish, kollektiv jamiyatlarini qisqartirish yoki kollektivizatsiyaga qarshi bo'lish bo'ladigan bo'lsa, demak mana shu neoliberalizm natijasida jamiyatda qanaqa yangi konfliktlar vujudga keldi degan bir savolni berishimiz mumkin. Bugungi kunda jamiyatlarda eng ko'p ta'sir qilayotgan, mana sizlardan neoliberallik nima deganda aytdilarki, agar bizda bittagina haligi nima deydi, hali pirog pishirgan bo'lsak, oldin 10 ta pirog pishirilgan bo'lsa, o'sha hammaga tengroq taqsim qilishga harakat qilingan bo'lsa, bugungi kunda biz faqat bitta pishiramiz. Bitta pirog pishiramizda, o'shani pirogni ustida kurashni kuchaytiramiz. Bu nimaga kerak? Nima uchun biz 10 ta pirog, kuchimiz yetadi-yu 10 ta pirog pishirishga? Nima uchun 10 ta pirog pishirib tarqatmaymiz deyish mumkin. Neoliberalizmning asosiy qonunlaridan bittasi jamiyatda konfliktni yoki bo'lmasam jamiyatda konkurensiyani, musobaqani kuchaytirish bo'lib hisoblanadi. Endi buni orqasida turgan logika yoki mantiqqa e'tibor beradigan bo'lsak, agar biz qanchalik jamiyatda konkurensiyani, musobaqani kuchaytirsak, rivojlanish shunchalik ko'p bo'ladi. Bitta pirogni ustiga qanchalik talash kuchliroq bo'lsa, eng kuchlilardan kuchlilari mana shu pirogni bitta bo'lagini olishga imkoniyati bo'ladi deyapmiz. Endi bu narsa yaxshi narsami, yomon narsami degan savol paydo bo'lishi mumkin. Bu savolga javob berishdan oldin agar sinf xonasida bo'lsak, sizlardan so'ragan bo'lardim. Mana deylik, bu yil universitetni 200 ta talaba tugatyapti. 200 ta talabaga agar 200 ta ish bo'ladigan bo'lsa, ozgina vaqtdan keyin hamma talabalar o'zini ishini topadi, borib ishlab yuraveradi, to'g'rimi? Agar mana shu 200 ta talaba boshiga 100 ta ish to'g'ri keladigan bo'lsa, demak ikkitadan bittasi yaxshi ishga joylashishi mumkin, qolganlari yaxshi ishga joylasha olmaydi. Buning uchun nima qilish kerak degan savol paydo bo'ladi. Yaxshi o'qish kerak, odamlar bilan munosabat o'rnatish kerak, ya'ni biz networking deymiz. Networking qilishimiz kerak. Rezumeyimizni yaxshilashimiz kerak. Intervyularga borganda yaxshi qatnashishimiz kerak. Intervyu jarayonida qanaqa savollar berilishini, o'zimizni qanaqa tutishimiz kerakligini o'rganishimiz kerak deymiz. Demak, bu narsa shu bitta ishchi o'rniga ikkita ishchini to'g'ri kelayotganligi haligi musobaqani kuchaytirdi va natijada zo'rdan zo'r chiqishi. Ikkitadan bittamiz o'tamizmi? Demak, men narigi insondan zo'rroq bo'lishim kerak degan bir mantiq paydo bo'ladi. Agar 100 ta ishchi kuchiga 10 ta ish o'rni to'g'ri kelsa-chi, yoki 200 ta ishchi kuchiga 10 ta ishchi o'rni to'g'ri kelsa-chi, yaxshi ish to'g'risida gapiryapmiz. Demak, bu konkurensiyani juda ham kuchaytirib yuboradi. Demak, endi biz
haligi faqatgina e, faqatgina universitetda o'qibgina qolmay o'z ustimizda ishlaymiz, til o'rganamiz, tajriba orttirishga harakat qilamiz, o'zimizni sohamizda yaxshi mutaxassisi bo'lishga harakat qilamiz, rezumelarimizni yaxshilaymiz, yaxshi kiyinishga yoki bo'lmasam o'sha bizni haligi ishimiz talab qiladigan darajada juda kuchli raqobatga bardosh beradigan ishchi bo'lishga harakat qilamiz. Shundagina biz o'z ishchi o'rnimizni topishimiz mumkin bo'ladi. Demak, raqobat nima qildi? Raqobat ishchi kuchini charxladi, ilmini oshirishiga yoki o'z ustida ishlashiga majbur qildi. Demak, bundoq olganda jamiyatda 10 ta pirog o'rniga bitta pirog ishlab chiqarishni foydasi bor ekan. Kimga foydasi bor? O'sha kurashda g'olib chiqadiganlarga foydasi bor. Qolganlarchi desangiz, qolganlar bilan bizning ishimiz yo'q endi. Qolganlar boshqa musobaqaga kirishsin. Agar mana deylik, transport universitetini tugatdinglar, shu transport ministrligida ishchi o'rni ochildi. Deylik, mana shu ishchi o'rnida 200 ta talaba, 200 ta transport universitetini tugatgan talaba o'sha joyga topshirdi, dokument, hujjat topshirdi. Mana shundan ikkitasini oladi deylik. Bu yerda juda katta konkurensiya bor. Agar biz haqiqatdan to'g'ri yo'lga qo'yilgan sistemada yashayotgan bo'lsak, tanish-bilishchilik boshqa bo'lmasa, demak, eng zo'r bilimli, eng zo'r tajribaga ega bo'lgan, o'zini ko'rsatib bilgan o'qishda jarayonida yoki o'zini universitetdan tashqi ishlari bilan nimadir yaratishi bilan o'zini ko'rsatib bilgan talaba o'sha ishga loyiq deb topiladi, yoki liderlik haligi qobiliyatini namoyon qilgan talaba o'sha ishga loyiq deb topiladi. Qolgan 98 tasi yoki 198 tasi nima qiladi? Ular boshqa musobaqalarga kiradi. Deylik, yana qaysidir oblastdir, viloyatni yoki qaysidir tumanni, qaysidir transport bilan bog'liq bo'lgan ishlab chiqarish yoki amaliyot boshqa joylaridagi musobaqalarga kirishadi. Borgan sari oylik kamayib boradi, ishi qiyinlashib boradi va oxirida juda oddiy ish, juda kam oylik beradigan ishga qoladi. Bu demak, biz aytmayapmiz hamma haligi bo'ldi, bitta ishga kira olmasa bo'ldi demayapmiz. Demak, bizda musobaqa maydonlari yaratilyapti. Eng zo'rlar kiradigan joylar, undan sal bundoqroqlar, sal bundoqroqlar degan biz aylanalarni yaratib tashlayapmiz. Demak, neoliberalizm zo'rdan zo'r chiqadiganlar uchun yaxshi sistema va zo'rdan zo'r chiqmaydiganlar uchun yaxshi bo'lmagan sistema. Kambag'al yoki zo'rdan zo'r chiqmaydiganlar uchun o'sha mana senga tayyor eshiklar ochiq deb kutib olmaydigan sistema. Bu yerda o'z ustida ishlash, raqobat bardoshlik yoki bo'lmasam demak eng kuchli bo'lish juda muhim ahamiyatga ega bo'lgan bir jamiyat hisoblanadi. Demak, iqtisodiy tengsizlik va ijtimoiy norozilik, buni natijasida mana shu konfliktlarni kelib chiqishi, demak, neoliberal jamiyatlarni haligisi deyapmiz. Madaniy identifikatsiya va global to'g'risida gaplashdik. Bu yoqdagi o'tib ketib qolibmiz. Ikkinchisi, demak, uchinchisi demak ekologik va resurs konfliktlari. Bu to'g'risida ham biroz gapirib o'tdik. Ya'ni Ulrikbek degan bir olim bor. Shuni kitobi to'g'risida mani ma'ruzam YouTube'da bor. Bizda Sociological Lens degan kanalimiz bor. Agar ma'ruzalarga qarab ko'raman desanglar, mana shu kitobda Ulrikbek risk jamiyati, xavf-xatar jamiyati to'g'risida yozadi. Aytadiki, biz birinchi haligi modernity deydi, modern zamonaviylashuv davri, o'sha sanoatlashuv davri to'g'risida gapiryapti. O'sha paytda undan oldingi davr muammolarini yechishga harakat qildik deydi. Ya'ni biz o'sha davrda
odamlar og'ir yuk ko'targan bo'lsa, ekskavatorlar yaratdik. Ekskavatorlar katta-katta yuklarni olib katta-katta binolar yaratdi. Biz o'sha paytda odamlar otlar bilan, karvonlar bilan bir joydan ikkinchi joyga borishga qiynalgan bo'lsa, transportlarni yaratdik. Biz o'sha paytda odamlarni haligi ekin-tikinlarini qanaqadir hasharotlar yeb ketgan bo'lsa, ilm fan rivojlanishi orqali ximikatlarni yaratdik. Biz samolyotlarni yaratdik, raketalarni yaratdik. Biz hamma narsani yaratib tashladik. To'g'rimi? Demak, biz o'sha paytdagi jamiyatdagi insoniyatni muammolarini yechishga harakat qildik. Ulug'bek aytadiki, juda kuchli bir argumenti bor. Aytadi, biz o'sha jarayonda o'sha o'zimizdan oldingi davrdagi muammolarni yechish jarayonida o'zimizdan keyingi davr uchun muammolar yaratdik deydi. O'sha davrda yaratgan transportlarimiz juda ko'p tutun ishlab chiqardi va natijada bizda havomiz bulg'andi, suvimiz bulg'andi, haligi yerimiz bulg'andi. Ximikatlarni ishlatish natijasida biz o'sha sog'lik uchun zararli bo'lgan demak sabzavotlarni, mevalarni ishlab chiqardik. Bugungi zamonimizga kelib juda ko'p kasalliklarni turlari ko'payib ketdi deydi. Juda ko'p misol uchun transportlarni ishlab chiqarganimiz, shu samolyotlarni ishlab chiqarganimiz natijasida ozon qatlami yemirilishni boshladi. Ana nurlar o'tishi natijasida nurlanish bo'lishi mumkin. Ozon teshiklari to'g'risida, xavf-xatar to'g'risida gapiramiz. Demak, biz o'sha paytda juda ko'p keyingi davr uchun muammolarni yaratdik deydi. Buni bumerang effekti deb aytadi. Ya'ni biz o'sha davrdagi yaratgan muammolarimizni chegara bilmasligi to'g'risida o'ylab ham ko'rmadik. Ya'ni bu bir joyda yaratgan muammolarimiz suv orqali, havo orqali, yer orqali, meva-cheva orqali butun dunyoga tarqalishi to'g'risida o'ylab ko'rmadik. Butun muammolarimiz yer yuzi bo'ylab aylanadi bugun deydi. Shu bilan birga yana bitta narsani aytadi. O'sha paytda shu narsalarni yaratgan insonlar, mana ximikatlarni yaratgan insonlarni to'g'risida gap ketyapti-da, ular o'sha yaratgan mahsulotini zararini ular ko'rmadi. Biz uni zararini ular o'tib ketgandan keyin 50 yildan keyin ko'ryapmiz deydi. Agar biz xohlasak ham qaytib borib ularni ayblash imkoniyatimiz yo'q deydi. Shu bilan birga yana tengsizlik to'g'risida gaplashdik globallashuv davrida. Ulug'bekni juda bir pessimizm bilan sug'orilgan bir haligisi bor. Aytadiki, agar shu deydi haligi pirog to'g'risida gapirdik. Pirogni bo'lagini kim olishi to'g'risida, musobaqa, raqobatbardoshlik to'g'risida gapiryapmiz-da. Aytadiki, agar pirogimiz zaharlangan bo'lsa, uni katta bo'lagini yedik nima, kichkina bo'lagini yedik nima? Uni katta bo'lagini yesak biz ko'proq zaharlanamiz deyapti. Ya'ni boy odamlar o'zi uchun juda katta haligi imkoniyatlar yarata olmaydi degan bir argumentni ko'taryapti. Endi u darajada to'g'ri argument emas. Chunki biz globallashuv natijasida haligi ziyon ko'rayotgan odamlarga qaraydigan bo'lsak, juda ko'pchiligi kambag'allar. Chunki kambag'allar o'sha eng ko'p zavodlarga yaqinroq joyda kim yashaydi? O'sha zavodlarda ishlaydigan ishchi yashaydi, to'g'rimi? O'sha fabrikalarda chiqindi chiqadigan joylarda kimlar yashaydi? Yoki bo'lmasam shart-sharoiti yaxshi bo'lmagan oilalarda, xonadonlarda kimlar yashaydi? Yoki bo'lmasam o'sha kimlarni haligi ekin-tikiniga ta'sir qiladi bu globallashuv natijasida vujudga kelgan haligi shu zaharlanish degan narsani misolga oladigan bo'lsak. Boylarimiz o'zlarini chiroyli tog'li joylarida chiroyli uylarini qilib, chiroyli yashab yuraveradilar, to'g'rimi? Demak, bu jarayonda yana o'sha qiynaladigan qatlam kambag'al qatlam bo'ladi. Buni ekologik va resurs konfliktlarini globallashuv va neoliberalizm natijasida yuzaga kelgan yangi bir ko'rinishlari deb qarashimiz mumkin ekan. Mana misol uchun bitta unaqa bor, hujjatli film bor. Hujjatli filmda Leonardo DiCaprio butun bir Hindiston, boshqa joylarga borib, iqlimni o'zgarishi bo'lgan voqealarni kuzatadi-da, o'shanda iqlimchi olimlar bilan suhbatlashganda aytadiki,
o'sha olimlarni suhbati haliyam ko'zimni oldida turibdi. Leonardoga qarab aytadiki, agar Qo'shma Shtatlarni bir o'ylab ko'r deydi. Katta katta uylarda yashayapti odamlar deydi. Bizni deydi bu yoqdagi 100 ta yoki 50 ta 100 ta xonadondagidan ko'ra ko'proq energiya sarflayapti, undan ko'ra ko'proq o'sha consumption deydi, mahsulotlarni haligi iste'moli juda katta. Qo'shma Shtatlarda rivojlangan davlatlarda. Mana deydi Hindistonga qara deydi. Mana Hindistonda biz ekologiyani yaxshilash to'g'risida gapiryapsan. Lekin sani o'zing deydi. O'sha Amerikadagi uyingni menga bir ko'rsat deydi. Sen Hindistonda yashayotgan mana shu kambag'al aholini 100 tasidan ko'prog'ini evaziga o'sha yashaysan uyda deb aytadi. Demak, mana shu biz ko'rishimiz mumkinki, yana o'sha tengsizlik, haligi neoliberalizm yoki globallashuv natijasida tengsizlikni mana shu misolda ham ko'rishimiz mumkin. Aynan o'sha haligida hujjatli filmda o'sha nima deydi hali tezak yoqiladi-yu qishloqlarda, to'g'rimi? Mana shunaqa narsalarni ko'rsatyapti. Aytyapti, buni qara, bundan tutun chiqyapti, deyapti-da Leonardo DiCaprio. U aytadiki, biz nima qilaylik deydi. Yoki tosh ko'mir yoki mana shu hayvonlarni haligi tezagidan foydalanib uylar misol uchun isitilishi mumkin yoki ovqat tayyorlanishi mumkin yoki boshqa narsa qilishi mumkin. Sandagi sharoit bizda yo'q deb tushuntiryapti-da, juda bir ayanchli bir holatlarni demak ko'rsatyapti. Vaqtimizga qarab qo'yamiz, ancha kam. Yana umr vaqtimiz bor ekan. Neoliberalizm va ishlab chiqarish atrof muhit ekspluatatsiyasi to'g'risida ancha gaplashdik. Mana hozir Ulrik Bekni o'sha kitobi to'g'risida ham biroz gapirib berdim. Mana bu yerda yozyapmizki, atrof muhitni buzilishi eng ko'p kambag'al va rivojlanayotgan mamlakatlarga ta'sir ko'rsatadi, deyapmiz. Neoliberal ishlab chiqarish modeli foydani boy mamlakatlarga jo'natadi. Mana misol uchun foyda ishlab chiqarilgan bir qismi o'sha joyda ishlaydigan aholiga iste'mol sifatida berilsa yoki oylik sifatida berilsa, asosiy ishlab chiqarayotgan boylik demak o'sha haligi tashkilotlarni yoki organizatsiyalarni, bizneslarni qurgan davlatlarga qaytib boradi. Ekologik yukni janubiy davlatlar va mehnatkash qatlamlar ko'taradi deymiz. Bu sistema o'sha oldindan o'sha sanoatlashuv davridan boshlab qurilgan sistema. Ba'zi bir davlatlar, mana Xitoyga o'xshagan davlatlarda ichki iqtisodiy o'sish bo'ldi. Bu iqtisodiy o'sish bo'lgani bilan juda ko'p o'sha Xitoyning juda katta aholisi hali ham juda ham kambag'al, lekin dunyo hamjamiyatida yoki dunyoda Xitoy o'zini iqtisodiy rivojlanishi bilan anchagina katta haligi o'rni borligini bugungi davrda ko'rsatib berdi. Bunaqa holatlar yo'q demaymiz. Lekin mana shu eng rivojlangan davlatlar o'zini olib bo'lgan davlatlar va mana shu rivojlanib kelayotgan davlatlarni ular bilan hisoblashishga to'g'ri kelishi to'g'risida gapiryapmiz. Juda ko'p yuk borib o'sha ishlab chiqaruvchi xom ashyo bilan ishlaydigan yoki ishlab chiqaruvchi davlatlarga borib taqaladi. Bugungi kunda boylik yaratish ko'proq mana IT sohasida yoki data, informatsiya bilan bog'liq bo'lgan boylik yaratish ishlarini juda ko'p kuzatyapmiz. Mana Microsoftni oladigan bo'lsak yoki bo'lmasam Apple'ni oladigan bo'lsak, mana iPhone'larimiz bor, kompyuterlarimiz bor. Juda ko'p texnologiya bilan yoki bo'lmasam informatsiya bilan bog'liq bo'lgan juda katta foydani shu g'arb davlatlari yoki bo'lmasam rivojlangan davlatlar ko'ryapti. Bizni davlatimiz yoki rivojlanib kelayotgan davlatlar haliyam ishlab chiqarish yoki xom ashyosini
yaratib berish yoki o'sha eng haligi og'ir ishlarni qilib e, o'zimizni yashab qolishimizni va jamiyatda yoki dunyoda o'rnimizni topishga harakat qilayotganimizni biz o'zimiz ham yaxshi bilamiz. Lekin borgan sari kichkina davlatlar ham dunyoga chiqishi holatlari kuzatilyapti va bu juda katta demak davlatlarga foyda yaratadi. Endi raqobat deganda neoliberal davlatlarda raqobat neoliberalizmni qabul qilgan yoki neoliberalizm kirib borgan davlatlarda asosiy mana agar biz ishchi holatiga e'tiborni qaratadigan bo'lsak, bugun ishchi bozorlarida doimiy stabilniy ishlarni topish juda ham qiyin. Bugungi kunda kontrakt ishlar ko'payib ketgan yoki bo'lmasam ishonchsiz ishlar, u qadar ishonchli bo'lmagan ishlar ko'payib ketgan. Bir yilga kontrakt tuziladi, kontrakt tugagandan keyin o'sha haligi tashkilot ishchini ushlab turishga majbur emas. Qaysidir ma'noda ishchi kuchlarini tashkilotlarga ishonchlarini kamaytirib yuboradigan darajadagi bir sistema vujudga keldi. Mana bugun agar e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, mana Kanadani o'zida ham juda ko'p ishlar kontrakt ishlar hisoblanadi. Juda ko'pchilik tashkilot ularni ishga oladi, ishini qildiradi va javob berib yuboradi. Nima uchun? Chunki biz hozirgi kapitalist sistema to'g'risida gapirganda aytdikki, asosiy bizda e'tiborimiz demak boylik yaratish, foydani ko'paytirish va effektivligini ko'paytirishga borib taqalgan. Korporativ ustunlik va noteng raqobat katta bizneslar, korporativ bizneslar, katta bizneslar kichkina bizneslarni o'sishiga imkoniyat bermaydi. Nima uchun? Katta bizneslarda yaxshi sistemalar yaratilgan, yaxshi texnologiyalar yaratilgan, ularda pul bor. Demak, ishlab chiqarganda ular arzon mahsulot ishlab chiqaradi. Agar biz kichkina bizneslar ochadigan bo'lsak, katta bizneslar kichkinalarini yeb yuboradi. Yoki biz hech kim qilmagan ishni qilishimiz kerak, yoki bo'lmasam judayam bir innovatsion bir usulda biznes qilishimizga to'g'ri keladi. Katta korporatsiyalar kichkinalarini, demak, katta baliqlar kichkina baliqlarni yeb yuborish imkoniyatiga ega bo'ladi neoliberalizmda. Ijtimoiy adolatsizlik va mehnat ekspluatatsiyasi, yana o'sha bu yerda ham kontraktlar to'g'risida gapiryapmiz. Neoliberal raqobat modeli samaradorlikni o'stirish bahonasida ishchi kuchi yoki ishchi kuchi ustidan bosimni kuchaytiradi. Ya'ni ma'lum bir ma'noda bizni butunlay kontrol qilishga harakat qiladi. Mana 8 soat ishlaysanmi, mana shu 8 soat ish davomida senga belgilab qo'yilgan ishlar bor. Tinimsiz ishlashing kerak degan bir effektivlikni talab qiladigan ishlar juda bugun kunda ko'payib ketgan. Ijtimoiy kafolatlarni qisqartiradi. Ya'ni oldin agar biz ishlasak ijtimoiy kafolatlar bo'lardi. Ya'ni sog'likka borib ko'zingni davolatishing mumkin, tekinga tishingni davolatishing mumkin, kasal bo'lsang degan bir haligilar bo'lardi. Bugungi kunda kontrakt ishlarga mana shu haligi kafolatlarni bermaydi. Chunki ular bir yilga kontrakt tuzgan va kafolatlardan mahrum bo'ladi. Bu ham o'sha tengsizlikni ko'payishiga ta'sir qilar ekan. Ijtimoiy o'zgarishni konflikt dinamikasiga ta'sirini 3 ta haligida ko'rsatib bermoqchiman. Vaqtimiz 3 minut vaqtimiz qoldi, 1 minutda vaqtimiz bor. Birinchisi an'anaviy tizilmalarni yemirilishi va yangi qadriyatlarni to'qnashuvi. Bugungi kunda o'sha biz SSR davrida degan qadriyatlardan ishchi olish, ishchini ishlashi, odamlarning hammasida ish bo'lardi, borib ishlardi va uyiga kelardi. U darajada haligi yonib, kuyib, pishib haligi bo'lmasdi. Keyinchalik bizda bugun nima bo'ldi? Hamma o'zini bozorga urganini ko'rdik. Demak, bu ham o'sha bozor iqtisodiyotini ta'siri natijasida. Bugun o'sha hamma pul topish, boylik orttirish va shuni ketidan hayotini demak secure qilish yoki bo'lmasam stabilniy qilishga, mustahkam qilishga harakat qiladi. Bu globallashuvni yoki neoliberalizmni eng asosiy konfliktlarni keltirib chiqaradigan ta'siri deb qarash mumkin. Ikkinchisi, o'zgarish davri ijtimoiy
ijtimoiy tengsizlik va resurslar ustida raqobat, bu to'g'risida ham gaplashdik. Demak, katta korxonalarni kichkinalarni yeb yuborishi, o'sha pirogdagi 10 ta pirog o'rniga bitta ishlab chiqaramiz va raqobatni kuchaytiramiz. Natijada jamiyatda o'sish bo'ladi, lekin o'sish o'sha asosiy o'sha 10% ichida ko'proq bo'ladi. Qolganlar juda ko'p o'rtadagi masofa kengayib ketishi to'g'risida gapirdik. Demak, o'zgarish davrida iqtisodiy va siyosiy imkoniyatlar qayta taqsimlanadi deyapmiz. Bu esa ayrim guruhlarni manfaatdorlikka zid bo'lib, ularni noroziliklariga sabab bo'ladi deyapmiz. Oxirgisi identifikatsiya va ijtimoiy barqarorlik inqirozi. Tez sur'atli modernizatsiya sharoitida odamlar o'z o'rnini, qadriyatlarini va ijtimoiy identifikatsiyasini yo'qotishi mumkin. Bu esa jamiyatda ma'naviy beqarorlik, radikalizm va ijtimoiy bo'linishlarni kuchaytiradi deyapmiz. Mana men 20 yildan beri Kanadada yashayman. Kanadada yashab har xil holatlarni ko'rdik. Mana Kanadada yashab turib juda ko'p raqobat holatlari bor. Men O'zbekistonga borganda O'zbekistonda bo'ladigan o'zgarishlar bilan bu yoqdagi identifikatsiya o'rtasidagi raqobatlarni boshdan o'tkazgan holatlarim bo'lgan, yoki shunga u yoqdan keladiganlar bu yoqda o'zini topolmagan yoki bu holatlari bo'ladi, yoki adaptatsiya hosil qiladi, yoki mana shu to'qnashuvni boshidan o'tkazadi. Hammasini yakunlaydigan bo'lsak, bugun sizlar bilan globallashuv keltirib chiqaradigan yangi konfliktlar to'g'risida gapirdik. Globalizatsiyani ma'lum bir qismi yoki neoliberalizmni vujudga kelishi, uni bizga nimalar berishi, asosiysi o'sha davlatlarni jamiyatdagi rolini qisqartirish, iqtisoddagi rolini qisqartirish evaziga bozor iqtisodiyotini kuchaytirib yuborishi, jamiyatdagi tengsizliklarni kelib chiqishi, bu shu bilan birga atrof muhitni zaharlanishi, jamiyatdagi qadriyatlar o'rtasida, identifikatsiya o'rtasidagi to'qnashuvlar to'g'risida sizlar bilan gaplashdik. Demak, ma'ruzamiz sizlarga ma'qul bo'ldi deb umid qilaman. Agar savollar bo'ladigan bo'lsa, endi men sizlardan savollaringizni eshitishim mumkin. Hozir men o'chirib qo'yay haligini.